Agar tarixga nazar solsak, bir paytlar dunyodagi eng kuchli, eng ilmli hudud bu Osiyo edi. Samarqandda olimlar yulduzlarni o'lchashar, Xitoyda qog'oz, barut va kompas ixtiro qilinardi, Hindistonda esa matematika gullab yashnardi. Yevropada esa o'sha paytda hali qorong'u asrlar davom etayotgan edi. Kasallikka jin urdi deb ishonishardi, olimni esa kofir deb yoqishardi. Ammo keyin tarix burildi. Savol tug'iladi, qanday qilib bu o'zgarish yuz berdi? Taxminan 1500 yillar atrofida Yevropada bir muhim narsa yuz berdi. Fikrlash erkinligi uyg'ondi. Odamlar nima uchun degan savolni qo'rqmasdan so'ray boshlashdi. Galiley osmonni kuzatdi va jasorat bilan Yer Quyosh atrofida aylanadi dedi. Kopernik, Newton, Descartes kabi buyuk olimlar tabiatni dindan ajratib, ilmni tajribaga asoslashdi. Osiyoda esa shu davrda aksincha